Diqqat, aholiga tezkor xabar. Elektr energiyasi va gaz uchun to'lov oshirilishi 1-maygacha qoldirildi. Bunday qaror prezident topshirig'iga ko'ra aholi va tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida qabul qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Xabarimiz kengroq tarqalishi uchun like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Barchangizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Diqqat qiling. O'zbekistonda elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun yangi tariflar 1-apreldan emas, 1-maydan kuchga kiradi. Bu haqda darakchi.uzga bosh vazir matbuot kotibi Behzod Hidoyatov ma'lum qildi. Uning bildirishicha, bunday qaror prezident topshirig'iga ko'ra aholi va tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida qabul qilindi. 2025-yil apreldan boshlab elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun yangi tariflar oshirilishi Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika sohasida bozor mexanizmlarini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan belgilandi. Endilikda hukumatning ushbu qaroriga o'zgartirish kiritiladi. Narxlar qanday o'zgarishi belgilangandi. Vazirlar Mahkamasi qarorida 2025-yil apreldan boshlab elektr energiyasi iste'molchilarining 3-guruhi, shu jumladan ovqat tayyorlash uchun markazlashgan holda elektr plitalari bilan jihozlangan ko'p qavatli uy-joylar va yotoqxonalarda yashovchi maishiy iste'molchilar uchun bir oydagi iste'moldan kelib chiqib, oyiga 200 kWh-gacha 300 so'm, oyiga 201 kWh-dan 1000 kWh-gacha 500 so'm, oyiga 1001 kWh-dan 5000 kWh-gacha 750 so'm, oyiga 5001 kWh-dan 10000 kWh-gacha 875 so'm, oyiga 10000 kWh va undan yuqori 1000 so'm etib belgilangandi. Iste'molchilarning birinchi guruhiga kiruvchi qismi o'zgarishsiz 1 kWh uchun 1000 so'm etib belgilandi. Ikkinchi guruh iste'molchilar uchun ham 1 kWh elektr energiyasi 1000 so'mdan yetkazib berilishi belgilangandi. Iste'molchilarning 4-guruhi ham shu sanadan e'tiboran 1 kWh elektr energiyasi uchun 1000 so'mdan to'lashi ko'zda tutilgandi. Qolgan maishiy iste'molchilar uchun esa bir oydagi iste'moldan kelib chiqib quyidagicha belgilandi. Oyiga 200 kWh-gacha 600 so'm, oyiga 201 kWh-dan 1000 kWh-gacha 1000 so'm, oyiga 1001 kWh-dan 5000 kWh-gacha 1500 so'm, oyiga 5001 kWh-dan 10000 kWh-gacha 1750 so'm, oyiga 10000 kWh va undan yuqori 2000 so'm. Aholining kommunal maishiy ehtiyojlari uchun iste'mol qilinadigan tabiiy gaz uchun narxlar quyidagicha o'zgarishi ko'zda tutilgandi. Oyiga 500 kub metrgacha 1000 so'm, oyiga 501 kub metrdan 2500 kub metrgacha 1800 so'm, oyiga 2500 kub metrdan 5000 kub metrgacha 2100 so'm, oyiga 5001 kub metrdan 10000 kub metrgacha 2500 so'm, oyiga 10001 kub metr va undan yuqori miqdorda tabiiy gaz iste'mol qilinadiganlar 1 kub metr uchun 3000 so'm. Avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalari uchun 1 kub metr tabiiy gaz 2500 so'mdan yetkazib berilishi belgilangan bo'lsa, issiqlik elektr stansiyalari va issiqlik elektr markazlari buning uchun 1800 so'mdan to'lashi ko'zda tutilgandi. Aholiga maishiy ehtiyojlar uchun sotiladigan suyultirilgan gazning 1 kilogrammi uchun to'lov 2000 so'm bo'ladi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabin, eng so'nggi va rasmiy xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.